Ko'rishimiz mumkin, Erka bilan ajoyib jang ko'rsatdi hamda o'z formasiga ega sportsmenlarga o'xshagan holatda hamyurtimiz esa biroz boshqacharoq formada tayyorgarliklar o'zgacha bo'lgan deb o'ylayman. Erka bilan yana bir bor o'z g'alabasini ko'rsatdi. Bu yerda mana knockdown holati. Bu yerda sudyalar, hakamlar ya'niki noo'rin bo'lyapti. Yana turgizmoqchi bo'lishyapti. Agar turganda Toshin super nokaut bilan yakunlanardi jang. Menga lekin jang juda ham yoqdi. Bu yerda tomoshabinlar Erka bilan jangini ko'ramiz deb ko'p kutib qolishdi va oxirigacha sabrlik bilan kutishdi. Hamyurtlarimizdan so'rab qolardim va oktagondan hamyurtlarimiz kelgusida Erka bilan chiroyli jang o'tkazishadi va o'z formalariga ega bo'lgan va o'z vesiga teng bo'lgan janglar olib borishadi deb o'ylayman. Hamyurtlarimizdan va oktagondan so'rardik shunaqa chiroyli janglarni va uzoq muddatli janglar bo'lishini. Tomoshabinlarga yoqdi deb o'ylaymiz va davomiy bo'lishini xohlab qolardik. Erka bilanga nimada ham derdik.